Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qizlarini beryapti, o'zini jiyanlari hamma narsasini qilib berishlikka qodir. Yoki bitta sahobaga bir og'iz aytishi bilan Abdurahmon ibn Avfga o'xshagan milliarder sahobalar Hazrati Ali va Fatima onamizning uyini tillodan qilib beradilar. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vassalam erkakni, kuyovning g'ururini saqladilar. Aytdilarki, uyingizda o'sha narsa bormi, sovut olib keling dedilar. Haligini olib kelib turib, kim ochdi savdosini qildilar. Aytdilarki, Alini mana bu kiyimini kim qanchaga sotib oladi, mana bu sovutni dedilar. Biri u dedi, biri bu dedi. Eng qimmat narxga Hazrati Usmon radhiyallohu anhu sotib oldilar. Haligi sotib olinganda olib, mablag'ini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir nechta qismga bo'lib, mana bunga qizimga mahr berasan, mana bunga to'y o'tkazasan, mana bunga atir, upa, bu narsalar, sarpolar olasan deb bo'lib berdilar. Lekin shuni boshqasi orqali qilsa ham bo'lardi. Endi Hazrati Ali jufti halolini oldida go'yoki